Hey hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan birgalikda Alex Minecraft va bugungi videomizda man server haqida gap ketadi obunachilar. Hey hammaga salom do'stlar, sizlar bilan xohlagan ishlaringizni kirishingiz mumkin va man skinim yerda bor sizlar man bu serverga qanday kirishni hozir ko'rsatib o'taman. Va videoga like bosib, kommentariyada haqida gaplashamiz. Shu serverning IP'sini obunachilar videoga like bosib qo'yinglar. Men hozir sizlarga uyimni ko'rsataman obunachilar. Bu qanaqa server desanglar do'stlar, kirishinglar mumkin. Mana server Cristiano 7 deb qo'yganim server. Mana shu yerda spawn bo'lasizlar, mana shu NPC'lar ishlamaydi. Hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Mana hozir mana birinchi turgan serverga kirasizlar. Mana shu rasmiy. Hozir onlayn turyapti. Va shunga kirganlaringiz zahoti mana IP'si ko'rsataman. Ustiga bosasizlar qilasizlar. Keyin esa o'zidan o'zi kiradi va botda hozir reklama chiqib qoldi bunachilar. Mana kiryapti. Mana kiryapti. Va botga kirgandan so'ng yo'q endi mana kiryapti. Bir kiradi. Kirmasa ikkinchisida kirasiz. Uchinchida birdan chiqib kirasiz. Keyin esa login parol so'raydi, hozir ko'rsataman. Birinchida register deysiz. Boshida sizlar register deb so'raydi. Keyin esa uni terib keyboardni bosamiz. Keyin esa loginni bosamiz. Ikkinchi marta kirganda register deb so'raydi. Registerdan birdan oshigacha login deb qo'ygan parollarni 2 marta takrorlaysizlar. Hozir ko'rsatib beraman obunachilar. Onlayn bo'lyapti, kirishinglar. Keyin esa serverga kiraverasizlar. Mana kirdilar. Botda xohlagan mana minilar bor, NPC'lar turibdi. Ular hozirgacha ishlamaydi, lekin sizga qaraydi. Ularni ko'rsataman. U to'g'rida do'kon turibdi. Botga narsa ko'rib Cristiano 7 deb qo'yibman. Mana blok qo'ysa bo'ladi, lekin mana botda do'kon bor. O'yin kirolmaydi, buzolmaydi ham. Chunki bot region qilingan. Уже region qilinishi mumkin. Yana aytgancha hozir ko'rsataman. Xohlagancha skinlar qo'yish mumkin. Mana hozir aytgancha men skin o'zgartiradigan mod xohlagan qo'shilgan skin deysizlarda xohlagan masalan youtuberlar yozsa mana Grox kompotnikini o'zgartirib Grox deb yozdik. Mana endi esa Dream o'tkazib olamiz. Deymiz. Mana kompotnik yozibni kompot. Mana yo'q kompotda teshnoblik ham bor. Kompotnikiga almashtirib Dreamnikiga o'tkazib olamiz. Hozir o'zimizniki Dreamga qo'yib olamiz. Mana Dream. Mana ko'ringlar, mana Dream. Hozir uylarni obzor qilib ko'rsataman. Bu o'yin serverda kitib qoladi. Men do'stim va mening do'stimning uylari va uylar bor. Mana bu yerda chiqadigan naryoqda xohlagancha uylar qurishinglar mumkin. Xohlagancha uy qurishinglar mumkin. Mana ichkarisidan chiqqan chiroyli rasmlar qurolmaydi do'stim deydi. Mana bitta yashirin nimalar bor. Mana ham bor ekan. Mana sirli joyga kiringlar bunachi. Mana yuqori etajini ko'ringlar. Mana uyni ko'rsataman. Nimalar o'tda ekan bu? Mana uyimni ko'rsataman hozir. Mana uyim obunachilar. Boshida obunachilar. Ichiga ham ko'rsatib beraman. Sizlar ham kirib obzor qilishingiz mumkin. Hozir narsani onlayn tezroq ko'ringlar. Obunachilar hozir ko'rsataman. Mana shu yerda mehmonlarga kelishlar mumkin bor. Bu yerda telefonalar ham bor. Mana bu yerda xohlagancha mana yuqori hali etajni ko'rsataman. Pardalar bitgan. Mana bizning serverimizga qo'shilishlar mumkin. Bizning serverimizga kiringlar. Dunyot.atnosmi. Hozir obunachilar sizlarga bitta narsa. Bedrock uchun ham portini alohida tashlab qo'yaman. Mana shu video opsiyasiga tezroq kiringlar. Obunachilar chegaralangan obunachilar hozir mana qaytdi. Sizlarni taklif qilaman. Serverimga botda mana survival ishinglar mumkin. Xohlaguncha mana botda survival qilishinglarni to'g'rida. Mana botda survival qilasizlar, uy qurasizlar, xohlagan ishlaringizni qilasizlar. Mana shu yerda
Hamma xohlagan uylaringizni surib olishingizni men baho beraman. Serverimda kutib qolaman. Bunyod kichik nozmi. Mana server IPsini ko'rsatib hozir versiyalar 1.12.2 dan 1.16.5 gacha. Bedrock versiya 1.21 versiya uchun faqat hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bunyod uz atenosmini bosasizlar. Mana shu yerga borib qolaman. Mana bunyod uz atenosmi deb yozasizlar. Men bilan men hozir o'yinda yuribman. Yerdagi narsalarni buzsanglar ban berilib olasizlar. U uylarning narigacha uylar qo'shilishi mumkin. Bugungi video shu bilan tugamoqda do'stlar. Kanalga obuna bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Kanalga. Hamma sizlarga mana bloklar beraman. Mana. Kanalga obuna bo'linglar. Serverimda sizlarni kutaman. Hozir Yo, server ish qolmayapti shular. Enegali. Mazza.